Eron bo'yicha kutilmagan bayonot, o'zgarishlar yo'lda degan signal berildi. Isroil hujumga tayyorlanmoqda. Asosiy zarbalar uchun AQSh ruxsati kutilmoqda. Hormuz bo'g'ozi muqobili taklif qilinmoqda. Endi Dubay transport va logistika markaziga aylanishi mumkin. Meni tungi klubda ishlashga undadi. O'zbekistonlik ayol turkiyalik erkakdan $20,000 olmaganini aytdi. Prezident o'tmishga qaytdi. Mirziyoyev foydalangan xizmat avtomobili yana jamoatchilikka ko'rsatildi. Hormuz bo'g'ozida operatsiya kuchaytirilmoqda. AQSh dengiz kuchlari yuqori tayyorgarlikka o'tdi. Turkiya vositachilikni kuchaytirmoqda. Muzokaralarni liderlar darajasiga olib chiqish taklif qilinmoqda. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Eron bo'yicha kutilmagan bayonot, o'zgarishlar yo'lda degan signal berildi. Eron so'nggi shohining o'g'li Rizo Pahlaviy g'arb davlatlarini Eronga qarshi urushga qo'shilishga va mamlakatda rejimni o'zgartirishga chaqirdi. Shuningdek, u 23-aprel kuni Berlinga tashrifi chog'ida Germaniya hukumatining u bilan uchrashmaslik haqidagi qarorini tanqid qildi. Rizo Pahlaviyning otasi 1979-yilda Oyatulloh Ruhulloh Xomanaiy hokimiyatga olib kelgan inqilob natijasida taxtdan tushirilgan edi. Kichik Pahlaviy Berlindagi nutqi davomida Yevropani tomoshabin bo'lib turishda aybladi. Unga ko'ra, Yevropa Tehron hukumatiga 2025-yil oxirida minglab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan namoyishlarni bostirishni davom ettirishga yo'l qo'yib bermoqda. Bu shunchaki yarador maxluq. Masala o'zgarishlar bo'lishi yoki bo'lmasligida emas. O'zgarishlar yo'lda, deydi u matbuot anjumanida. Uning fikricha, asosiy masala G'arb demokratik hamjamiyati shunchaki kuzatishda davom etar ekan, yana qancha eronlik hayotdan ko'z yumishidir. Agar ushbu rejim bilan tinchlik o'rnata olamiz deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Barqarorlik hech qachon bo'lmaydi. Hattoki ushbu tizimning yumshatilgan varianti saqlanib qolsa ham, barqarorlik o'rnatilmaydi, deydi Pahlaviy. 65 yoshli Pahlaviyning aytishicha, Yevropa barchaga xavf tug'dirayotgan o'layotgan rejim va ozod Eron o'rtasida tanlov qilishi kerak. Rejim hech qachon hozirgidek zaif bo'lmagan. Bu shunchaki yarador maxluq, deya qo'shimcha qildi u. Pahlaviy Eronning hozirgi rahbarlari orasida pragmatiklar yoki islohotchilar yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ular shunchaki bitta rejimning turli yuzlari xolos. Xuddi shu kuni Berlin markazida uning tarafdorlari va raqiblari tomonidan namoyishlar o'tkazildi. Pahlaviy ko'rinish berganida uning ustiga tomat sousi sepildi. Shundan so'ng bir kishi qo'lga olindi. Isroil hujumga tayyorlanmoqda. Asosiy zarbalar uchun AQSh ruxsati kutilmoqda. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz 23-aprel kuni mamlakat Eronga qarshi jangovar harakatlarni davom ettirishga tayyorligini va nishonlar belgilab olinganini aytdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Isroil Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy va energetika obyektlarini nishonga olish uchun AQShdan yashil chiroq ruxsat kutmoqda. Sahar ham mudofaa, ham hujumga shay. Isroil Eronga qarshi urushni davom ettirishga tayyor. Isroil armiyasi va hujumga shay holatda, nishonlar esa belgilab olingan, deydi Katz. Uning ta'kidlashicha, Isroil birinchi navbatda AQShning ruxsatini kutmoqda. Bu ruxsat Isroilni yo'q qilish rejasining tashabbuskori bo'lgan Xomanaiy sulolasini va Eron terrorchi rejimi rahbariyatining barcha vositalarini butunlay yo'q qilish uchun zarurdir. Eron tosh davriga qaytariladi. Katz Isroilning keyingi rejalari haqida gapirar ekan, Eronni zulmat va tosh davriga qaytarishga va'da berdi. Buning uchun markaziy energetika va elektr inshootlarini portlatish hamda milliy iqtisodiy infratuzilmani parchalab tashlash rejalashtirilganini aytdi. Bu galgi hujum avvalgilaridan farq qiladi va halokatli bo'ladi. Eron terrorchi rejimi hozirgacha uchramagan zarbalarga duch keladi. Mamlakatning eng og'riqli nuqtalariga poydevorni silkitadigan va qulatadigan zarbalar beriladi, deya qo'shimcha qildi mudofaa vaziri. Uning ta'kidlashicha, Eron hozirda juda og'ir ahvolda bo'lib, uning rahbariyati tunnellarda yashirinib yuribdi. Shunga qaramay, ular g'alaba qozonayotganini e'lon qilmoqda. Livandagi Hizbulloh va G'azodagi Hamas kabi Eron rejimi ham aholi to'layotgan og'ir badal haqida qayg'urmaydi. Ular faqat o'zlari omon qolishini o'ylaydi, lekin bu ham kafolatlanmagan, deydi Isroil Katz.
Hormuz bo'g'ozi muqobili taklif qilinmoqda. Endi Dubay transport va logistika markaziga aylanishi mumkin. Dubaydagi Znera arxitektura byurosi Birlashgan Arab Amirliklari uchun Hormuz bo'g'ozini aylanib o'tish imkonini beruvchi yangi strategik suv koridori konseptini taklif qildi. Mualliflar g'oyasiga ko'ra, ittifoq bo'g'ozi deb nomlangan mazkur dengiz o'ziga xos milliy tayanch vazifasini bajarishi mumkin. U savdo barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va butun yo'nalish bo'ylab yangi shahar hududlarini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Znera xodimlari bu haqda shunday deydi: Tobora murakkablashib borayotgan global voqelik sharoitida masala endi faqat o'sishda emas, balki nazorat, izchillik va uzoq muddatli pozitsiyalashuvda hamdir. Biz Znera jamoasi dizayn bunday darajada ham muhim rol o'ynay oladi deb ishonamiz. U nafaqat shaharlar, balki butun boshli davlatlarning strategik kelajagini shakllantirishda ham ishtirok etishi mumkin. Hormuz bo'g'ozi Umon va Eron o'rtasida joylashgan bo'lib, Fors ko'rfazini Umon ko'rfazi va Arab dengizi bilan bog'laydi. Uning chuqurligi va kengligi hatto eng yirik neft tankerlarining ham o'tishiga imkon beradi. Meni tungi klubda ishlashga undadi. O'zbekistonlik ayol turkiyalik erkakdan $20,000 olmaganini aytdi. Avvalroq turkiyalik Rajab Onder ismli 56 yoshli erkak, o'zbekistonlik G ismli 36 yoshli ayol undan $20,000 aldov yo'li bilan olganini iddao qilgandi. Ayol bu ayblovlarni inkor qilib, erkak pul bergan bo'lsa ham buni o'z xohishi bilan qilganini aytdi. Ayolning so'zlariga ko'ra, u istamasa ham erkak o'z xohishi bilan yordam uchun pul yuborgan. 2023-yilda Turkiyaga keldim va Rajabning taksisiga chiqdim. Bunchalik go'zal ayol ekansan, raqamini ol, taksi lozim bo'lganida chaqirasan deya raqamini bergandi. Men ham o'z raqamimni bergandim. O'zi taksichilik qiladi. Qayerdan topgan ekan $20,000 ni? Undan buncha pul olmadim. Menga bir tiyin puling kerak emas. Menga ham, opamga ham yuborma degandim. Biroq u o'zim yuboryapman deya $1,500 yubordi. Bergan pullarini mayda-mayda qilib qayta so'rardi. O'sha paytlar hayotimdan chiqib ket deya bergan pulini yuziga uloqtirganman degan G ismli ayol. Uning so'zlariga ko'ra, u Rajabga ko'ngil qo'ygan, biroq keyinchalik bolasidan so'kkani, qo'pol munosabati bo'lgani uchun aloqasini uzgan. Menga boshida kel, men bilan yasha dedi. Uni yaqindan tanish uchun 1-2 oy gaplashdim, biroq u sal boshqacharoq inson ekan. Shundan so'ng unga birga yashay olmasligimni aytdim. Avvaliga sevgandim, biroq sevganimga pushaymon bo'ldim. Bolalarimni so'kardi. Bolalaringni o'ligini ko'r, qon qussin deya yomon gaplar eshitdim undan. Og'ir botardi deydi ayol. G'ning so'zlariga ko'ra, Rajab unga tungi ko'ngilochar markazlarda ishlashni taklif qilgan va hatto bir do'stidan shunday ishlarni surishtirib bergan. Oldin oyoq kiyim fabrikasida, keyin tekstilda ham ishladim. Hozir uy tozalovchi bo'lib ishlayapman. O'zi menga aytdi, men bilan oila qur, xohlasang ID karta olgin dedi. Meni tungi ko'ngilochar markazlarda ishlatishni aytdi. Hatto bir tanish do'stidan ish so'rab gaplashdi. Ishing ham, puling ham kerak emas dedim degan ayol. Shuningdek, ayol Rajab Onder uni boshqalardan aldov yo'li bilan pul olishga ham undaganini aytgan. Rajab menga TikTokdan boyvachcha bittasini topib pulini o'g'irlab, mening yonimga kel, orqangda o'zim turib beraman dedi. Men uning bu gaplariga yo'q dedim. TikTokka chiqishim mumkin, lekin birovning pulida ko'zim yo'q deya qabul qilmadim deya unga qarshi chiqqan. Prezident o'tmishga qaytdi. Mirziyoyev foydalangan xizmat avtomobili yana jamoatchilikka ko'rsatildi. 23-aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyevning tuman hokimi bo'lib ishlagan paytdagi xizmat avtomobili namoyish etildi. O'zbekiston prezidenti Volga rusumli ushbu avtomobildan 1992-1996 yillarda poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumaniga hokimlik qilganida foydalangan. Hozirda u eksponat sifatida saqlanmoqda. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tumanda hokimlik davrida ishlagan tarixiy kabinet qayta tiklangan. Prezident Mirzo Ulug'bek tumaniga tashrifi davomida tuman hokimligi faoliyati, joylardagi bunyodkorlik va infratuzilmani rivojlantirish ishlari bilan tanishmoqda. Hormuz bo'g'ozida operatsiya kuchaytirilmoqda. AQSh dengiz kuchlari yuqori tayyorgarlikka o'tdi. Donald Trampning topshiriqlariga ko'ra, Hormuz bo'g'ozida minalardan tozalash ishlari 3 barobargacha jadallashtirildi. AQSh prezidentining ushbu bayonoti Truth Social ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiy dengiz kuchlariga bo'g'oz hududida minalarni joylashtirishga uringan har qanday kemaga nisbatan qat'iy choralar ko'rish, jumladan ularni yo'q qilish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Trampning ta'kidlashicha, mina tozalash ishlarini olib borish sur'ati sezilarli darajada oshirilgan va operatsiya odatdagidan 3 baravar tezroq amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga u ushbu jarayonni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha topshiriq berganini bildirgan. Avvalroq Pentagon mutaxassislari Hormuz bo'g'ozini to'liq minalardan tozalash ishlari kamida 6 oy davom etishi mumkinligini ma'lum qilgandi.
Turkiya vositachilikni kuchaytirmoqda, muzokaralarni liderlar darajasiga olib chiqish taklif qilinmoqda. Erdo'g'an Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush tinch yo'l bilan yakunlanishidan manfaatdor ekanini, shuningdek muzokaralarni qayta tiklash va muloqotni liderlar darajasida boshlash ustida ish olib borilayotganini aytdi deya keltirgan agentlik prezident ma'muriyati izohini. Keyinroq Erdo'g'an matbuot xizmati Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan bo'lib o'tgan telefon muloqoti haqida ham ma'lumot berdi. Suhbat chog'ida Turkiya rahbari jumladan AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi Yevropani ham zaiflashtira boshlaganini ta'kidladi. Shu bilan birga u Ukrainadagi urushni ham tilga oldi. Prezident Erdo'g'an Turkiya Eron masalasida bo'lgani kabi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush yakunlariga ko'ra mustahkam tinchlikka erishish va mojaroni muzokaralar orqali tugatish uchun sa'y-harakat qilayotganini bildirdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.